Assalomu alaykum bizning obunachilarimiz. 15 Pro Max nomi bilan tarqalgan planshetimizning internet sozlamalarini ko'rib chiqamiz. Buning uchun biz hozir mana sim karta turgan holatda 5G holatida bo'ladi va nastroykaga kiramiz. Nastroykaga kirganimizdan keyin set bo'limiga o'tamiz. Set bo'limiga o'tganimizdan keyin mana bu yerda mobilniy set bor. Ustiga bosamiz va doполнительныйning ustiga bosamiz. Yangi telefonlarda точка доступ, ya'ni internetga javob beruvchi sozlamalar bo'lmaydi. Точка достуp ustiga bosib turib, plus belgisini bosib, bor yo'g'i ikkita so'z kerak bo'ladi. Internet degan so'z. Men globusni bossanglar, bu yerda kirilchadan lotinchaga o'tadi, ya'ni o'sha inglizchaga. Internet. APN'siga ham internet deb yozib qo'ysak bo'ldi. Xo'p, saqlanitni bosamiz. Saqlanit bosganimizdan keyin mana shu holatda bo'ladi va biz internet yoqsak, mana hozir yoqib ko'ramiz, interneti yonadi. Agar qanaqadir holatda 5G sizniki yonmagan bo'lsa, 5G sozlamalarni ko'rib olinglar. Hozir mana ko'rayotganingizdek 5G yondi va internet ishladi. Demak, hozir mijozimiz 5G qo'llab-quvvatlanmaydigan sim karta bo'lgani uchun endi 4G ga tushirib ko'ramiz. 4G ga tushirish qanaqa bo'ladi? Xo'p, endi mana bu yerda setlar bor. 4G ni belgilaymiz. 4G belgilandi va 4G bilan